O'zsan uylanish niyating bormi? Bekor yashab yuribman 30 yildan basi. Shu san to'yingga spalni nabor olgan kelganmiz. O'zing narxini gaplashib, o'zing sindirasan. Sen qancha arzonga sindirsang, o'shanga qarab to'yingga qimmat artist chaqirtiramiz. Yetib olaman bunaqa ishlarni. Mana hammasini ish qil, keling, o'taygonlar. Biz mahsulotlarimiz hammasi fabrichniy, premium. Yemak bilan sotganmiz. Chiroyli narx beramiz sizga. Buni so'ltamatni qo'ldan kelarmikan sindirish? Ha, eplaydi. To'xtang. Ha, bo'lmasa o'z chiroyli narxga bering-da. Bo'pti, 7 million tushib berdim, 15 million. Ol bo'lmasa mana. Mana shu oq divanam yo'qdi, hammasi. Necha pul qilib berasiz? Mana shu karavot komplekt 25 million sotganmiz. Bo'ladigani 17 million qilib beraman sen. Navbatda ustozlarim turar ekan. Ikkinchi etaj yotoqxona ekan. Ana yerda darsimni ham qilib orar ekanman. Akaxon qarab oring. Rasaman bo'p ekan. Vashi zo'r narsa ekan. Necha pul qilib berasiz? 550 dollar sizga. 350. Ha, mayli, olavering. Mana qadimiy zamonda servatlarda bironta oladimi bu? Boomlab etda bo'lardi bu narsalar. O'ziga yarasha kredit ko'pmi? Sotib turibmiz. Hech pul sotyapsiz endi sir bo'lmasa. 1100 sotyapmiz, sizga 900 qilib beraman. Qani? 700. Oling, sizga. Qo'lingcha kichkina uka. O'ng qo'lga ishlab kichkina ketibdi bu. Olmaysizmi buni narxini sindirib qo'yganingizdan keyin? Mana shu bahaybat stolni 3000 dollar ko'rdim Qopqonda. Nech pul sizlarda? Keyin men sotib turdim, 1800 qilib beraman. Hay, qo'yaver. Yaxshi o'zi 1800 ga. Ana ularchi. Ularni 1700 dan qilib beraman sizga. Bu aytgan narxlarning 5-fevralgacha xolos. Bitta narsani izdan chiqarmang akaxon. Maryam Mebelning mahsulotlari premium, fabrichniy. Ha, zo'r tushuntirdingiz. Endi men buni sindirgan narsalar o'zim uchun bas. Xalq uchun sindirdim. Shu xalq mazza qilsa bo'ldi. O'zi uchun bilib olib, mana shu yerga kelib olsa